Abdu qo'shimchasi haqida qisqacha ma'lumot. Abdu aslida mustaqil ism emas, u arabcha abd so'zidan kelib chiqqan bo'lib, banda qullik qiluvchi, Xudoning bandasi degan ma'noni anglatadi. Islomiy an'anada bu so'z odatda Allohning go'zal sifatlari Asmoul husna bilan qo'shilib hosil qiladi. Misol uchun Abdulloh Allohning bandasi, Abdurahmon mehribon zotning bandasi, Abduqodir qudratli zotning bandasi, Abdusamad Samad zotning bandasi. O'zbek tilida talaffuz qulayligi uchun abdu bo'lib kelgan. Shuning uchun ko'p ismlar abdu bilan boshlanadi. Bu turdagi ismlar islom dini tarqalgan davrda 7-asrdan boshlab musulmon xalqlar orasida keng ishlatilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrida ham Abdulloh kabi ismlar juda mashhur bo'lgan. Keyinchalik Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonda ham keng tarqalgan. E'tiboringiz uchun rahmat.